Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar va obunachilar. Navbatdagi sotiladigan uyimiz Samarqand shahar Muhtarit Qorasuv 16 qavatli domlarning 8-qavatida 2 xonali uyimiz sotuvga chiqyapti. Bu kirishda prixoshka, o'ng qo'lda esa umumiy sanujelimiz joylashgan. Bu yoqda prixoshkadan kirishda zal, studiya formatda ko'rib turganingizdek yangi remontdan chiqqan. Parda gilamlar to'liq yangi. Bu esa oshxona. Derazada reshotkalarimiz mavjud. Katta yo'lning yoqasida birinchi roddom to'g'risida joylashgan uyimiz. Bu yerda esa yotoqxona. Bu yerda ham xuddi shunday parda gilamlar yangi to'shalgan. Qandillar o'rnatilgan, televizor mavjud. Yotoqxonada esa balkon joylashgan. Balkonda ham reshotkalar mavjud. Ko'rib turayotganingizdek, katta yo'lning yoqasida uyni 14 ming bosh to'lov bilan ipotekaga chiqarib berishimiz mumkin. Uyda qarzdorlik mavjud emas. Uyning bahosi 46.500, ozgina savdosi bor. Quyidagi raqamlarga aloqa chiqing, batafsil ma'lumotni telefonda beramiz.